Titusqa yezilgan xat. Birinchi bob. Xudoning xizmatkori va Iso Masihning elchisi bo'lgan menki Pavlusdan Titusqa salom. Men Xudo tanlaganlarga e'tiqod yo'lini ko'rsatishga va ularni ixlosmandlikka yetaklaydigan haqiqatni tushuntirishga tayinlandim. Bu e'tiqod va haqiqat bizda mangulik hayotga erishish umidini paydo qiladi. Yolg'onchilikdan mustasno bo'lgan Xudo dunyo oxirida bo'lishdan ilgirla bu mangulik hayotni va'da qilgan. Xudo belgilangan vaqtda bu mangulik hayot to'g'risidagi xush xabarni oshkorladi. Qutqizuvchimiz Xudo o'z amri bilan bu xush xabarni yetkazish vazifasini menga topshirdi. Xudo otimiz va qutqizuvchimiz Iso Masihga bo'lgan o'rtaq e'tiqod yo'lida o'z o'g'limdek bo'lib qolgan sana mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. O'rindilib bo'lgan ishlarni bir taraf qilish va sana burun topshirganimdek har qaysi shaharlardagi e'tiqodchilar jamoatchiligining yetakchilarini tayinlash uchun seni Krit orolida qoldirdim. Yetakchilikka tayinlangan kishi ayıpsiz, ayoliga sodiq bo'lgan, farzandlari bo'lsa, Xudoga e'tiqod qiladigan, kayf safodan yeri bo'lgan, hamda ota-onasiga bo'ysundigan kishilardan bo'lishi kerak. E'tiqodchilar jamoatchiligi boshlamchi bo'lgan bundaq kishi Xudoning xizmatini zimmasiga olganligi uchun shundoq ayıpsiz bo'lishi kerakki, hergiz tersa, churs mijaz, haroqkash, zo'ravon, mal dunyoga tamaxxur bo'lmasligi, aksicha mehmondo'st, yaxshilikni so'yadigan, o'zini tutib olgan, odil, pok va tamkin bo'lishi lozim. U o'ziga o'rgatilgan ishonchli ta'limda chin turishi kerak. Shunda qilganda u bu to'g'ri ta'lim orqali boshqalarga nasihat qila oladi ham ta'limga qarshi chiquvchilarning xatoligini tuzatalaydi. Nurg'un kishilar bu ta'limga itoat qilmay, bema'ni so'zlar bilan boshqalarni ozdiradi. Bo'libmi, qutqizilish uchun xatni qilinish zarur deb turvoqchilar shundoq qiladi. Moshundaq kishilarning og'zini tuvoqlash kerak. Chunki ular mal dunyoga ega bo'lish uchun kishilarga soxta ta'limlarni o'rgatib, ba'zi oilalarning e'tiqodini butunlay nobud qilmoqda. Krit orolidagilarning o'z payg'ambarlaridan biri Kritlar hamisha yolg'on so'zlaydi. Ular vahshiy hayvonlar va hurun non qipladir degan. Bu haqiqatdir. Shunga Kritdagi e'tiqodchilarning e'tiqodining sop bo'lishi uchun ularni qattiq ogohlantirgin. Ular bema'ni Yahudi afsonalariga va haqiqiy ta'limdan chetnaganlarning diniy qoida yo'sinlariga quloq solmasin. Pok kishilar uchun hamma narsa haloldir. Lekin nopok kishilar va e'tiqodsizlar uchun hech qanday narsa halol emasdir. Ularning o'y fikrlarimi, vijdonimi bulg'inib ketgan. Ular Xudoni tanıymiz deb davron solsimi, lekin amaliyotida uni rad qiladi. Ular hech kimga bo'ysunmaydigan yirkinishli kishilar bo'lib, qo'lidan hech qanday yaxshi ish kelmaydi.